Talon 37. Shoshmang endi. Talon 37 sizgami? Keling. Almatadamisiz? Mana qulog'ingizga kirib kelyapman. Pardasi yo'q, ko'rdingizmi? Bular Tojikistondan. Buni yopiq. Ochiq sprey побрызгаю. Minut 5 посидит, результат посмотрим. Tojikistondan kelishganda eng yuqori pardadan ko'rinish. Bu pardani yopish kerak bo'ladi. Hozir yenglayapti qulog'ingiz. Hozir hech narsa qilmaysiz. Faqat aytgan dorilarni qilasiz, tamom. Qiyin masala shuni yo'q qilish. Shoshmay turasiz, xo'pmi? Bitta audiogramma qilaylik. Buni boshqatdan qilish kerakmi, aka? Qayerdansizlar? Samarqand. Adis. Aka, yaxshi-ku burunlarimni. Dori sepmaysizmi burunga? Qiyshayapti-ku. Pardani orqasida qon tomir turadi. U keyin pulsatsiya beradi. Kelsinligimdan beri bu quloq eshitmaydi. 25 talon bormi? Qayerdansiz? Bishkek, Qirg'iziston. Pulsatsiya ham puls. Kim aytdi globusni pulni? Qashqadaryodan kelishgan ekan. Qulog'ingizga faqat apparat taqish kerak. Hozir men повторный operatsiya qilsam, yana ham yuqori chiqadi. Xolesterin tomon o'syapti. Yiring bor. Xorazmdan kelishganda yangi quloq pardasini ko'rish. Bu operatsiya quloqning ichidan qilinadi. Turk sifatida bu quloqingizni operatsiya qilib yopish kerak deb aytaman sizga. Otosklerozga o'xshayapti. Quloqning ichida bitta suyak ishlamayotganga o'xshayapti. Tegi bilan kapsulasini olib tashlash. 3 dan biri 4 dan birini olinadi, xurriy otmaslik uchun. 10 dan birini, 10 dan 9 ni olib tashlab bitta solib ketsa ham, surunkali tranzit davom etaveradi.